Benuhson 9-qism. Muallif Bahor. Soat millari kechki 10 tomon ildamlamoqda. Qiz yangi uyga joylashar ekan, narsalar orasidan onasining rasmini olib sekin divan ustiga o'tirdi. Oyi, hammasidan charchab ketdim. Qizning ko'zlariga yosh to'ldi. Maryam o'rnidan turib yana narsalarni joylar ekan, shu payt eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Qizning yuragi qo'rquv sabab tez ura boshladi. Shu paytda kim bo'lishi mumkin? Balki uy egasining birorta yaqinimikan? Maryam shunday xayollar bilan eshikka sekin yaqinlashdi. Qo'rquv ila ochdi. Samir, bu yerda nima qilyapsiz? Maryam devorga suyangancha oyoqda zo'rg'a turgan yigitni ko'rib hayron qoldi. Maryam, oxo ko'zligim mening. Samir qizga qarab jilmaydi-da, u tomon tartibsiz qadam tashladi. Nima, ichganmisiz? Qiz yigitning qilig'idan asabiylashib ketdi. Seni sog'indim. Bugun yoningda qolishimga izn ber, iltimos. O'zimni judayam yolg'iz his qilyapman. Qora rangli mashina katta uydan sal uzoqroqda to'xtadi. Ahvoling yaxshimi? Zafar ming o'ylangancha shu savolni berdi. Zaynab sekingina bosh chayqab qo'ydi, ammo yuzi so'zlarning aksini bildirmoqda. Katta rahmat. Sizni ham boshingizni baloga qo'ydim. Qizning ko'zlari yana yoshlandi. Unday dema. Zafar qizning ko'zlariga qarashga o'rnidan biroz egildi. Yana bir marta rahmat. Zaynab yigitga nigohini qaratdi-yu, biroz qarab turib so'ngra mashinadan tushdi. Darvoza oldiga yaqinlashar ekan, mashina tarafga yana bir marta qarab qo'ydi. Yigit unga ohista qo'l siltadi. Qiz ichkariga kirib ketishi bilan Zafarning yuzi jiddiylashdi. Telefonini olib, kimgadir qo'ng'iroq qildi. Latif, bugun restorandagi yigitni topib, biroz dars berib qo'yinglar. Oxirida mendan salom aytinglar. Iloji boricha 1-2 oy ko'chaga chiqolmaydigan qilinglar. Bugun. Zafar buyruq berib telefonni qo'yarkan, yumshoq nigohlar bilan qizning xonasi derazasiga qarab qo'ydi-da, so'ng u yerni tark etdi. Zaynab asta ichkariga kirarkan, uyning qarshi qismidagi chiroq yoqildi. Qiz akasini ko'rib bir muddat qo'rqdi-yu, so'ngra unga e'tibor bermagan kabi o'tib ketishga urindi. Shu paytgacha qayerda eding? Yigitning ovozi ancha jiddiy edi. Ketayotganimda aytib qo'ydim shekilli. Zaynab astalik bilan tuflisini yechdi. Menga to'g'ri javob ber. To'xta. Ustingdagi kimniki? Aziz singlisining ustidagi qora kostyumni ko'rib, battar asabiylashib ketdi. Aslida Zafarning kostyumini unda ekanligini hatto Zaynab ham unutgandi. Ishingiz bo'lmasin. Zaynab xuddi oldingidek qo'pollik bilan javob qaytardi. Zaynab, qonimni qaynatma. Bu nima yurish? Ko'chadagi qizlardan farqing qolmabdi-ku. Azizning gaplari singlisiga og'ir botib ketdi. Menga aql o'rgatguncha, o'zingizga boqing. Zotan, men sizga bijirkanchi odam emasman. Qiz akasining ko'zlariga tik qarab shu so'zlarni aytdi-yu, xonasiga kirib ketdi. Keng mehmonlar xonasidagi divanda yigit uxlab qolgan. Maryam sekin zinalardan tushib qo'lidagi adyolni Samirning ustiga tashladi. Uning yoniga cho'kkalab o'tirib, uxlashini kuzatar ekan, yuzida tabassum paydo bo'ldi. Sekin o'ng kaftini uning yuzida yurg'izdi. Maryam tilidan. U shu qadar yoqimliki, 1,5 yilni qanday qilib usiz o'tkazganimga hayronman. Ammo va'da beraman, undan boshqasini demayman. Shuncha dardlar ortda qolib, endi ozginasiga chidashimiz kerak bo'lganida, uni shunchaki tashlab keta olmayman. Maryam sekin o'rnidan turarkan, qo'llaridan tutgan o'zga bir kaft sabab orqasiga o'girildi. Iltimos, ketma. Yigit boshida biroz og'riq bilan o'rnidan turarkan, atrofga qarab turib kechagi voqealarni esladi. O'rnidan turib Maryamni qidirib oshxonaga bordi. Stol ustida nonushta tayyor edi. Yonida kichik qog'ozga eslatma ham yozilgan. Nonushta bilan birga limon choy ichishni unutmang. Men ishga ertaroq borishim kerak edi.
Samir qog'ozdagi gaplarni o'qib, tabassum qilib qo'ydi. Ishxonaga yetib kelgan qiz o'z xonasiga kirarkan, o'z ish stoli yonida Azizni ko'rib qotib qoldi. Va nihoyat kelding. Aziz qizga qarab tabassum qildi. Nima kerak? Maryam sovuq yuz va ohang bilan so'radi. Singiljonimning buncha qovog'idan qor yog'masa, ha aytgancha, Samirni tuzaldi deb eshitdim. Aziz o'rnidan turib sekin stolni aylanib o'tarkan qizning yuragiga battar g'ulg'ula tushdi. Bilasanmi, Maryam, chet elda chiroyli qizlar ko'p edi. Ammo men baribir sendan kechmadim. Negaligini bilmayman. Balki bu judayam chiroyli bo'lganing uchundir. Shunchaki ablahsiz. Maryam akasiga nafrat bilan tikildi. Ko'nglimni ortyapsan. Aziz soxta xafa bo'lgani kabi yuzini burishtirdi. Xona eshigi sekin ochilarkan, yigit tabassum qilgancha xonaga kirdi. So'ngra yuzidagi tabassum so'nib o'rnini g'azab egalladi. Sen? Samir shaxt bilan yurib kelib, Azizning yuziga kuch bilan musht tushirdi-yu, Maryamni orqasiga oldi. So'ngra o'zini endi o'nglashga urinmasidan yuziga zarbalarni qabul qilgan yigit yerga yiqildi. Rost ekanda, Aziz yerda yotgancha og'zidagi qonni artib, o'rnidan turishga urindi. Tuzalibsan, ammo bu hech nimani o'zgartirmaydi. Yigit o'rnidan turib tirjaydi. Maryam baribir seniki bo'lmaydi. Samir uning gaplaridan so'ng esdan og'ay dedi. O'ldiraman. Yigit shaxt bilan yurib kelib, Azizni ura ketdi. Iltimos, Samir bas qiling, o'ldirib qo'yasiz. Maryam harjand yigitni to'xtatishga urinmasin, baribir foydasi yo'q edi. Meniki, tushunarlimi? U meniki. Yana bir marta unga da'vo qilsang, tilingni sug'urib olaman, eshitdingmi? Samir yigitni tepkilab chuqur nafas oldida unsiz yig'layotgan qizning qo'lidan tutib, xonadan chiqib ketdi. Qayerga ketyapmiz, Samir? Iltimos, tinchlanib bo'ling. Qiz ularga qarayotgan xodimlarga qarab ham e'tibor bermay yurib ketayotgan yigitga iltimos qildi. Ravshan akaning xonasiga taqalatmasdan kirib borar ekan, uning yonida turgan kotib ham, Ravshan aka ham biroz hayratlandi. Sen boraver, qolganini keyin gaplashamiz. Ravshan aka yonidagi odamga ruxsat berib, bor e'tiborini qizi va Samirga qaratdi. Taklifimni o'ylab ko'rish uchun juda ko'p vaqt bergandim. Xo'sh. Samir asabiy nafas olib chiqararkan, uning yonidagi qiz qo'rqqancha nimadir bo'lmasligi uchun ichida duo qilardi. Uni yana xafa qilmasligingizga kim kafolat beradi? Ravshan aka ko'zoynagini yechib nigohini yana yigitga qaratdi. Men bir gapiraman. Ertaga dadam chetdan qaytadi. Bugun esa xolam uyingizga Maryamni qo'lini so'rab boradi. Shu hafta to'y bo'lishini istayman. Soat 11 ga yaqinlashib qolgan. Zafar esa soat 9 dan beri Zaynabning uyi oldida mashinaga suyangancha turibdi. Qayta javob berilmagan qo'ng'iroqlar tobora yigitni asabiylashtirish bilan birga uni xavotirga ham qo'yyapti. Va nihoyat, bu deyarli 30-si edi. Ahvoling yaxshimi? Zafar oxir qo'ng'iroqqa javob bergan qizni darrov savolga tutdi. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Zaynab uyqusiragancha javob qildi. Nima, hali ham uxlayotganmiding? Yigit hayron holda kulgancha so'radi. Ha, kecha charchaganman. Nima bo'ldi o'zi? Oynadan qara. Yigitning gaplaridan so'ng qizning uyqusi tarqab ketdi. O'rnidan darrov turib, oynasining pardalarini ochib tashqariga qaradi. Jinni bo'ldingizmi? Qo'shnilar ko'rsa, noto'g'ri tushunadi-ku. Nima qilyapsiz bu yerda? Qiz asabiylashib ketdi. 5 daqiqaga pastga tusha olasanmi? Zafar xotirjam holda uning xonasi oynasiga qaradi. Zaynab o'ylanib turib vaqtni yo'qotishni istamadi. Tezda zinadan pastga tushib, uydan chiqdi. Yigitning qo'lida endi gullar bor edi. Qiziq, chiroyli bezatilgan atirgullar. Zafar, jinni bo'lib qoldingizmi? Qiz yigitdan ko'zini uzmay hayratlangancha so'radi. Ha, seni ilk ko'rib qolganimdan buyon faqat sen haqingda o'ylayapman. Men faqatgina do'stlaring va eski sevgiling oldida emas, haqiqatan ham sevgan insoning bo'lishni istayman. Mehmonlar xonasida Samirning 2 xolasi o'tiribdi.
Quda, endi aybga buyurmaysiz. Shuncha tushunmovchiliklar bo'ldi. Orada yoshlar ham sarson bo'lib qolishdi. Endi taqdir deganlari shuda, peshonaga yozilganidan qochib qutulib bo'lmaydi. Zuhra xonim hijolatli tarzda bosh chayqadi. Ha, nimayam derdik. Sevaman deb o'lib kuyib yotishibdi-yu, hozirgilarga gapimiz o'tarmidi? Shaydo opa burun jiyirib qo'ydi. Bo'lmasam, rozi bo'lsangiz bir non sindirsak, duo qilsak. Ayol tezroq bular tugashini istadi, chunki Shaydo xonimga bu yoqmayotgani ma'lum edi. Qani, yoshlarimiz baxtli bo'lib qo'sha qarishsin, etak farzandlari bo'lsin. Amin. Non sindirildi, duo qilindi. Endi bu yog'i nikoh va to'y edi xolos. Balki endi rostdan baxtli kunlar kelgandir yoki hammasi tugash arafasidadir. 2 kundan so'ng Maryam hamon o'sha uyda yashardi. Shirinlik pishirib bo'lgach, uni Samirga ilinishni istadi. Peshinga yaqin uning uyiga bordi. Darvoza qulf emas. Qiz biroz hayron bo'ldi. Sekin ichkariga kirdi. Uyda hech kim yo'qdek go'yo. Oshxonaga kirib shirinlikni stol ustiga qo'ydi-da, Samirning ismini aytib uni chaqirdi. Ammo hech qanday javob yo'q. Qiz sekin zinalardan ko'tarilib, oldingi xonasi tomon yurdi. Ko'ngli g'ash, go'yo yuragi nojo'ya nimanidir sezgandek edi. Xona eshigini sekin ochib ichkariga kirarkan, ilk ko'zi tushgan narsalar bu begona ayol kiyimlari bo'ldi. Maryamning yuragi shu an to'xtab qolgandek edi. Maryam buni hazm qilishga ulgurmasidan yuvinish xonasidan bir qiz chiqib keldi. Zebo. Maryamning lablari orasidan shu ism chiqarkan, yuragi parcha-parcha bo'lgandi. Qarshisidagi qiz unga oldin hayron qaradi-da, so'ngra bir shumlik o'ylagan kabi sochlarini o'ynab jilmaydi. Go'yo ichimda nimadir chil-chil sindi-yu, osmonlar qulab tushgandek edi. Unga bu yerda, Samir qayerda? Esdan og'ib qolayotgandekman go'yo. Nega endi hammasi yaxshi bo'ldi deganimda bunday bo'lyapti? Sen bu yerda nima qilyapsan? Maryamning lablari titrarkan zo'rg'a savol berdi. O'zing nima deb o'ylaysan? Zebo xuddi uni mazax qilgan kabi o'zining sochlarini o'ynadi. Zebo, hech bo'lmasa, umringda ilk marta to'g'ri javob ber. Maryam asabiylashib ketdi. Xo'sh, hammasi sen o'ylagandek. Menimcha, endi to'y bo'lmaydi. Zebo ablahona tabassum bilan qizga qaradi. Qani edi hammasini unutsam-u, bu yerlardan qochib hech kimsa yo'q joylarda yashasam dedim. Oyog'imdan chaldilar-u, meni yana o'sha g'aflat bosgan maskanimga qaytarishdi. Dardlarga va xiyonatlarga mahkum bo'lib qolishga majburmanmi endi? Maryam uning gaplaridan keyin esdan og'ib qolay dedi. U qayerda? Qiz qo'li bilan yuvinish xonasini ko'rsatdi. Maryam yig'lab yubordi. Orqasiga o'girilib notekis qadamlar bilan xona eshigi tomon yurdi. Unga kelganingni aytib qo'yaymi? Zebo uni yana mazax qildi. Shu payt Maryam joyida to'xtadi. Lablarini qattiq tishladi-yu, chuqur nafas oldi. Hech qachon baxt nimaligini his qilmasligingizni istayman. Zebo, axir biz u bilan nikohlangandik. Oldin ham turmush qurganmiz. Nega bunday qilyapsan? Maryam yosh to'la ko'zlari bilan biror javob kutib qizga tikildi. Chunki men ham uni chindan sevaman. Hatto sen amakimga sotib berdim. Akangni pichoq bilan jarohatlaganingni ham, akang seni sevishini ham men aytganman. Qiz bu gaplarni xuddi oddiy gapdek aytardi. Hayvon ekansan. Akasi ishtaligi uchun o'z uyiga borgan qiz to'g'ri buvisining xonasiga shoshdi. Buvijon, boshqa chidolmayman. Maryam yugurib borib buvisini quchdi. Nima bo'ldi bolam? Ayol hayron bo'lgancha Maryamga qaradi. Hammasidan charchab ketdim. Qiz yig'lay olmay hiqillab qoldi. Tinchlan bolajonim, hammasi yaxshi, men yoningdaman.
Ayol nabirasining boshini sekin silay boshladi. Qiz buvisining tizzalariga boshini qo'yib, ho'ngrab yig'lardi. Ishidan o'tganlarni hatto unga ham aytolmasdi. Maryam tilidan. Dadamiz sevmadi bizni. Oyimiz ertadan ketdi. Akamiz doim yomon niyat ila tikildi. O'gay onamiz hech kun bermadi. Singlimiz bilan boshqalar kabi juda ham yaqin bo'la olmadik. Sevganimiz asl yuzini ko'rsatdi. Hech sevilmadik. O'zingdan o'zga hech kim sevmadi bizni, Allohim. Bu to'y endi bo'lmaydi, buva. Xo'sh, rozimisan? Samir qarshisida g'azabdan ichi yonayotgan yigitga qarab istehzoli jilmaydi. Aqlingni ishlat, aziz. Butun kompaniya seni qaroring sabab yo qulab tushadi, yo yanayam balandga ko'tariladi. Har holda dadangni yillar davomida ko'targan imoratlari bir daqiqada qulab tushishini istamassan. Yigit gapini yanayam ochiqroq aytdi. Nima istaysan? Asabiylashgani sayin tomirlaridagi qon o'ynab ketayotgan yigit asta qarshisidagi insonga qaradi. To'yimizdan oldin, ya'ni shu hafta bu yerdan ketishini istayman. Qachonki uylanmoqchi bo'lganingda yoki uylanganingda qaytasan. Bu yer deganda butun O'zbekistonni nazarda tutyapman. Samir mamnunlik bilan yigitga shartnomaning bir bandini tushuntirdi. Tushunarli. Azizning ishlari qisilib, asabiy ko'zlarini yumdi. Ketishingdan oldin Maryamdan uzr so'raysan. Senga uzog'i 2 kun muhlat. Shu 2 kundan keyin seni bu yerda ko'rsam, o'zingdan ko'r. Samir oxirgi marta shartini tushuntirdi-da, o'rnidan turib u yerni tark etdi. O'z uyiga qaytgan yigit sekin mashinadan tusharkan, darvoza ochiq ekanini ko'rib hayratlandi. Xayolida, "Ohu ko'zligim, Maryamim keldi" deya sevindi. Qadamlar og'ir bo'lsa-da, shoshilgan holda ichkari tomon boshladi. Ilk nigohi tushgan narsa oshxona stoli ustidagi ovqat. Yigit yana bir bor bo'lg'usi ayoli kelganiga amin bo'ldi. "Maryam?" Samir biroz balandroq ovozda uni chaqirdi, ammo javob yo'q bo'lgani bois tepa qavatga ko'tarildi. Sekin o'z xonasini eshigini ocharkan, nigohlari biroz chalkashdi. "Zebo, bu yerda nima qilyapsan?" Haligi Zebo so'z topolmay qiynaldi. "Shunchaki sizdan xabar olish uchun kelgandim." "Tushunarli. Demak, pastdagi ovqat ham seniki, shundaymi?" Samir hafsalasi pir bo'lib so'radi. "Ha, uni siz uchun o'z qo'llarim bilan tayyorladim." Zebo hech qanday uyalishsiz yolg'on gapirdi. "Narsalaringni ol-da, bu yerdan daf bo'l. Agar yana kelsang, ammamni qizi ekaningga qarab o'tirmay ko'chaga uloqtiraman." Samir tishlari orasida vishillab xonadan g'azab ila chiqib ketdi, ammo qizning yuzlarida go'yo g'oliblik tabassumi mavjlanmoqda. "Nega birdan bu qarorga kelding?" Shaydo xonim kiyimlarini chamadonga solayotgan o'g'lining orqasidan qolmay, uni gapga tutardi. "Oyi, nega tushunmaysiz axir? U yerda hali tugatmagan ishlarim bor. Buni ustiga bu yerni havosiga umuman ko'nika olmayapman." Aziz so'nggi kiyimlarini ham joyiga solib onasiga qaradi. Shaydo xonim divan ustida o'tirib yig'larkan, Aziz borib onasini quchdi. "Oyi, nega yig'layverasiz? Urushga ketayotganim yo'q-ku. Qaytaman, 1 yoki 2 yilga ishlarimni bitirib." Yigit onasining qarshisida cho'kkalab uning qo'llaridan tutib, yuziga qaradi. "Unda nega birdaniga ketadigan bo'lib qolding? Bunday gap yo'q edi-ku axir." "Aslida nimanidir mendan yashiryapsan sen." "Oyijonim mening. Keyingi reys 2 kundan keyin ekan. Men ungacha kuta olmayman axir. Meni u yoqda kutishyapti. Xavotir olmang, ishlarimni bitirib darrov qaytaman." Aziz onasini quchib xayrlashdi. Mashina kelishidan oldin narsalarni taxid qilib qo'yarkan, biroz o'ylanib turib sekin Maryamning xonasi tomon ko'tarildi. Xona eshigini ochib asta ichkariga odimlar ekan, qiz deraza oldida o'ylangancha tashqarini kuzatib o'tirganini ko'rdi. "Bu yerda nima qilyapsiz? Xonamdan chiqing. Hozir dadamni chaqiraman."
Qiz Azizni ko'rishi bilan o'rnidan turib, ortga qadam tashladi. Tinchlan. Shunchaki gaplashib olish uchun keldim. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q meni. Keting deyapman. Qiz yana tahlikaga tushgancha atrofiga qarab, o'zini himoya qilish uchun nimadir qidirdi. Ketyapman, Maryam. Sen bilan xayrlashish uchun keldim. Yaxshi ma'noda. Yigit chuqur nafas olib, go'yo so'zlarni unutgan kabi biroz o'ylandi. Maryam esa unga hayron qaradi. Ketmoqchi. Bu yerga ilk kelgan kuning rostdan juda xursand bo'lgandim. Bilmayman nega ekanini. Menga doim seni himoya qilish yoqardi. Boshqa bolalar sen bilan o'ynashni istashsa, jahlim chiqardi. Ammo seni sevib qoldim. Chindan. Bu noto'g'ri ekanini juda yaxshi bilardim. Mumkin emas edi. Umrim davomida hech qachon qoidalarni buzmadim. Ammo bunga kelganda buzdim. Aziz go'yo nafas olishga qiynalgan kabi chuqurroq nafas oldi. Kechirim so'rayman. Chin dildan. Hammasi uchun. Tuyg'ularimni anglamaganim va boshqara olmaganim uchun afsusdaman. Umid qilamanki, sen o'sha inson bilan baxtli bo'lasan, singiljon. Umri davomida yig'lamagan erkak bu safar yig'ladi. Maryamning ham ko'zlari yoshlanar ekan, nigohini yigitdan olib qochdi. Baxtli bo'lishingni juda ham istayman. Yaxshi qol. Aziz so'nggi so'zlarini aytib xonadan chiqib ketdi. Aziz ketganiga 2 soatdan oshdi. Zaynab hatto u bilan xayrlashmadi ham. Maryam xonasida uning gaplarini o'ylab o'tirar ekan, birdan bo'lgan qo'ng'iroq sabab xayollari tarqab ketdi. Samir qilyapti. Qizning yuragi qayta jarohatlangan kabi ko'zlariga yosh keldi. Telefonga biroz qarab turdi-da, so'ngra qo'yib qo'ydi. Bu holat taxminan 5 marotaba takrorlanar ekan, Maryam yana buni qilishga shay turganida boshqa unga qo'ng'iroq bo'lmadi. Davomi bor. Muallif Bahor, ijrochi Rustamova Nozimaxon.